Har bir xalqning o'z tarixi, o'z ildizlari bor. Bizning ajdodlarimiz mard, bilimdon va vatanparvar insonlar bo'lgan. Ular biz uchun tinchlik, ozodlik va baxtli hayot qoldirib ketganlar. Bugungi tinch kunlar ularning jasorati va mehnati natijasidir. Biz ularning merosini qadrlashimiz kerak. Bugungi yoshlar ertangi kun egalari. Biz o'qishimiz, o'z ustida ishlashimiz, halol bo'lishimiz zarur. Bobolarimiz qilgan ezgu ishlarni davom ettirish bu bizning burchimiz. Har bir muvaffaqiyatimiz bilan biz ularning farqi to'ldirishimiz mumkin. Shunday ekan, kelinglar bobolarimizga mos farzand bo'laylik. Ularga o'xshab vatansevar, mehribon va o'rinli bo'laylik. Har birimiz uy yurti uchun foydali inson bo'lsak, bu eng katta hurmatdir. Bobolar ruhi bizdan rozi bo'lsin. Bobolarimiz ilmni, adolatni va mehnatsevarlikni ulug'lashgan. Ular o'z xalqining yo'lini va tilini sevgan. Biz ham shu qadriyatlarni davom ettirishimiz lozim. Chunki kim o'z tarixini bilmasa, kelajagini yo'q o'tadi. Biz esa yurtmizdan ko'chirib, yangi avlod sifatida yurtimizni yanada obod qilishimiz kerak.